Assalomu alaykum qaysizlar jo'niyman. Sizlar bilan Dikobet yangi kanalda ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman do'stlar. Favbet kanturasini bugun jinnichasiga strategiyalarni qilib, mazasini qo'shib tashlamasak bo'lmaydi albatta. Bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Sizlarga ajoyib bo'lgan strategiyani ko'rsatib beraman. 2.100.000 balansimizda bor. Birinchi navbatda qiladigan ishimizni qaranglar. Patentga kiramiz, beramiz, qarab turinglar. Bitta like bosib qo'yinglar videoga albatta. Yangi kanalimizga obuna bo'lishingizdan chiqib qolmasin. Qaranglar, ketdi ko'prog'iga 4200 dan 1 2 3 4 5 6 7 ketdi. Endi 7 ga o'tamiz. 7 ta bosamiz ko'prog'iga. 520 ming so'mdan. Bittada 7 ko'rdinglarmi? Bittada 7 chiqadi. Sizlarda ham shunaqa chiqishi kerak albatta. Buning uchun sizlar nima qilasizlar? Mana Telegram kanaliga o'tasizlar. Mana YouTube kanalimiz, mana shu yangi YouTube kanalimiz bo'ladi. Mana bu joyda mana Telegram kanalimiz bo'ladi. Mana YouTube kanalimizning bio qismida bo'ladi. Mana shuni ustidan bossanglar avtomatik tarzda sizlar Telegram kanaliga kirib olasizlar. Telegram kanalida tashab qo'yganman strategiya ishlaydigan APK dasturni, Favbet bo'ladi. Kirasizlar, ro'yxatga o'tasizlar yangidan. Promokod +1 yozib kirasizlar, bo'ldi. Undan yo'g'iga depozit kirgizasizlar. Agar tezroq ulgursanglar, bir hafta ichida konkurs boshlab qo'yganman Favbetga. Qancha depozit qilsangiz, screenshot qilib adminning lishkasini ham tashab qo'yganman. Sraz ro'yxatga o'tish kerak va sraz depozit qilib adminga screenshot qilib tashlash kerak. Admin ko'rib sizlarga 1 million depozit qilgan bo'lsanglar 1 million, 10 million depozit qilgan bo'lsanglar 10 million so'mgacha tashlab beradi. Tak, endi ikkinchi o'yinimiz Apple of Fortune. Tak, Apple of Fortune'ni yoramiz hozir. Xullas 84 ming so'mdan 1 ga, 2 ga, 1 ga, yana 1 ga ketdi, oqdi. 1 ga, 2 ga, 1 ga, yana oqdi. Yana bittasini ham shuni. 1 2 1 2 2 ga, 1 ga. Joningman. 560 ming. Keldi mana 560 ming so'm. Tekis keldi, tekis. Apple of Fortune strategiyasi sizlarga. Undirib yuboradigan. Apple of Fortune patentini strategiyalar xullas taxxuya ishlataman desanglar. Xo'sh, endi o'yinimiz scratch kartga bo'ladi. Tak, 12 ming so'mdan ketdi. Ketma-ket 2x ochishimiz kerak bunda strategiya ishlash uchun albatta. Ketma-ket 2x kelish kerak. 4x mumkin emas. Bitta 2x ketiga yana bitta 2x kerak. Mana keldi. Endi dagon beramiz. 36 mingdan 10 ta ochishimiz kerak. 10 ta emas, 5 ta yoki farqi yo'q. Kamiga 6x ushashimiz mumkin. Yo'q, lekin bunga bermayapti. Cho'ta nimagadir bermayapti. Streamda o'zi oldik, boya stream qildik o'zi Favbetga. Bilmadim, balki shunga bermadimi. 16 million so'm hech qo'yganmiz. Telegram kanaliga kirsanglar ko'rasizlar hammasini. Xo'sh, kristal 4200 so'mdan bosamiz. Birdan baland, ikkidan past koeffitsient tushguncha. Ketdi. Birdan baland, ikkidan past. Ikkidan o'tib ketdi mana. Mana 4 koeffitsient berdi. Ketdi. Dalshi davom etamiz. O'sha bizga kerak narsa. 1 bo'lsa ham bo'lmaydi, 2 bo'lsa ham bo'lmaydi. O'rtalig'ida bo'lish kerak. Lekin yana o'tib ketdi mana 2 bo'lib qoldi. Strategiyani jinnisi. Bayram oldi, hamma foydaga chiqib olsin albatta, normalniy summalarda. O'shaning uchun strategiyalarni mana sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana bo'ldi, 1.8 bo'lib qoldi. Yo'q, 1.8 emas bu. 0.8 11 11 ga 5 qo'shsak 6. 1.6 koeffitsient bo'lib qoldi. Dagon beramiz endi bunga. 45 ming so'mdan. Ketdi, 3 ta bosamiz. Va o'zi berdi mana 2 koeffitsient. 2 3 bo'ldi, 2 koeffitsient berdi. Yana bosamiz mayli. 1.6 1 koeffitsient. Yo'q, uncha unumli normalniy summa bermayapti cho'ta. Xafa bizda. Kristal. İki koeffitsient bor. Yana 2 koeffitsient bor.
bitta 10x1 bilet yana ikkitasi qo'shilmay qoldi. Yo'q, qiynayapti, yomon qiynayapti borku. Biznes qiynayapti. Mayli, chiqamiz bo'ldi. Xo'sh, endi burning xoti. Ozgina tirsillatamiz burning xotni ham. 6000 dan 12000. Akalar o'zi 2 milliondan boshlasanglar, 2x ga oshirsanglar yetadi. Men o'zi 2 million 100 da boshladim. Birinchisiga normalniy summalarni urib oldim va mana sekin mazza qilib slotning gemislarida o'ynasanglar bo'ladi. Xo'sh, men vampirga bitta ko'raman hozir. 16200 so'm. Xo'sh, 2 koeffitsientga 3000 qo'shaman, mayli. Yana 3000 qo'shaman. 22200 so'mdan aylanadi. Har 2x tushgan payti 3000 so'm qo'shib boraman. Qani nima bo'lar ekan vaziyat? Yaxshi. Yaxshi, yana koefficient lekin yomon chiqdi bu safar. Endi respin tushishi mumkin. Yoki kattaroq x tushishi mumkin, yoki respin tushishi mumkin demoqchi edim. Yana 2x tushdi. 262 ming. Yana qani? Bormi yana? O'rtaga bitta x tushib bersa-da biladi. Yana 2x 3000 qo'shaman, 31200 so'mdan. Shu x ga berganimizga yarasha bo'lsa bo'ldi endi natijamiz. Azart yondi, vashshi qo'tyapti borku. Azart yomonidan yondi lekin. Endi bermasa kerak bu. Chiqamiz qani. Paketda ko'prog'iga 4200 dan 2 ta, ozrog'iga 8400 dan 2 ta, ko'prog'iga 4200 dan 1, 2, 3 ta, teng 7 ga 250 ming so'mdan 3 ta. 1, 2, 3. Ko'proq, ozroq, teng 7 va 500 ga ko'taramiz. 1. Hozir bermasa tamom. Voy, beradi-yu. Beradi-yu. Bermasa tamom desanglar, beradi-yu. Mana shu joyga. 25 ming so'mdan 1 Apple of Fortunaga 1, 3, 5 olamiz. Ketdi pavtor. 5, 3, 1, 5, 3, 1, 5 bo'ldi. Ketidagi 50 ming so'mdan 2, 3, 2, 3. Voy jallod. 2, 3, 1, 2, 3, 1 demoqchi edim. 2, 2, 3, 5, 5, 2. Voy, bile 6 koeffitsientga chiqarmaydi endi bu bizda 50 ming so'm. No mayli akalar. 21 ochko. Xullas, men shunaqa sekin, kam-kam strategiyalar bilan bosinglar. Iloji boricha unaqa nima bo'lib ketmanglar-da. Azartga berilib yutqizib qo'ymanglar. Yana bitta ochamiz. Manda 21. 15 ta to'xtataman. Sen och bitta. Jon. Och yana bitta tuz. Voy bile 19 to'xtadim.
durang. 48 mingdan. 17 to'xtataman. Yaxshi. 21 oshdi, 2 o't. To'xtataman 16 dan. 21 oshdi. Bitta och. O'tib ketdik. To'xtataman 15 da. 18. Yebat. Ikkilanib qolasan-da mana shu payt. Yaxshi. Mayli to'xtadim 17 da. Durang. Yaxshi 20. Yaxshi. 15 da to'xtadi. 20 oldi. Bo'ldi to'xta. 96. Bo'ldi, oxirgisi shu. Bersa berdi, bermasa yo'q. Bizning foydamiz 2 milliondan oshdi, yetadi bizga. Boshqa narsa kerak emas. Internetimiz yomon qilyapti lekin. Bo'ldi ana. 4 million 490 ming. 4 million 500 bo'ldi pashti. Omad hammalarga. Vavbetni yuklab olinglar. Telegram kanalida boshida ko'rsatdim. O'tinglar tez. Bio qismida YouTube kanalimizda.